doirasidagi qonun loyihalarini ko'rishga o'tsak, O'zbekistonda misol uchun xizmat qildi, pensiyaga yetmasdan qo'shni davlatlarga ko'chib ketdi. Qanchasi pensiya bilan ta'minlanadi yoki qo'shni davlatlarda harbiy xizmatda o'tdi, pensiyaga chiqmasdan bizga keldida pensiya so'radi. Biz shu modda bilan hozir malakalaymizmi? Qonun loyihasining nomi axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda, sodir etiladigan hali kelasi zamondagini qarshi kurash emas, oldini olish deb o'zgartirish kerak emasmi? qonun loyihasida vakolatli organga bank hisob varaqalari, elektron hamyonboplar, kriptoaktivlarning operatsiyalarini vaqtincha to'xtatish vakolati berilyapti-da. Shu bilan birga shubhali operatsiya degan tushuncha ham kirityapti. Shubhali operatsiya qanday aniqlanadi? Agar shubhaligini aniqlash imkoni bo'lmasa, bunday qarorlar o'sha aholimizni hisoblarini cheklab qo'yishga sabab bo'lib qolmaymizmi? Axborot tizimlaridan foydalanib o'g'irlik qilish. Bizda 278.2 moddamiz bor, ya'ni axborotni modifikatsiya qilish. Hozir sizlar 169.1 ga mana shu 169 va 278.2 ni qo'shmasini kirityapsizlar. Ertaga bu amaliyotda muammoni yuzaga keltirmaydimi? Sud hukmi chiqarilib, aybli deb topilgan shaxsga nisbatan muayyan cheklov qo'llanish hukmda ko'rsatiladimi degan bir savol. Agarda hukmda ko'rsatiladigan bo'lsa, bu cheklov turi boshqa qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni talab etmaydimi? Moddalar nomlarini aniqlash kiritish yuzasidan takliflar bildirgan edik, xususan o'zim ham ko'rdik. Hozir juda ham yaxshi korrektorovka bo'lgan. Ikkinchi o'qishda ma'qullash va palata kun tartibiga kirish taklifini ovozga qo'yaman. Rozilar, marhamat, munosabat bildirsangizlar.